Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, Ramazon oyi muborak bo'lsa. Hammanglarga yana bir marta kecha so'ragan edim. Nutritsiologiya bo'yicha fikringlarni, nutritsiologiya bo'yicha judayam ko'p fikrlar bildirilgan. Qo'yilman, mashalloh, ilmiylarni Alloh meni ham ziyoda qilsin. Nutritsiologiya ilmi tegi o'zi kelib chiqishi 20-asr o'sha boshlaridan boshlab o'rganilishni boshlagan, lekin aslida uni ildizlarga borib taqaladigan bo'lsak, 19-asr, 17-asrlarda ham hattoki ishlatilgan, foydalanilgan. Ibn Sino aynan shu nutritsiologiya bo'yicha ishlagan. Ibn Sino ilmi deb yozishibdi ko'pchilik, to'g'ri Gipokrat. Ibn Sino aynan shu yo'nalishda ishlagan. To'g'ri sog'lom turmush tarzi, ovqat yeyish ratsioni orqali insonni ovqati, bilasizlar, davolovchi xususiyatga ega. Ko'pchilik bilmaydi shu narsani. Tangam kinosini ko'rgansiz, ana o'sha nutritsiologiya deyiladi.